Assalamu alaikum aziz vatandaşlar. Cümleden Fransiyada yaşavatkan ve Fransiyadagi çigirdaş devletlarda yaşavatkan aziz yurttaşlar. Biz bu video bilen sizlarga şunu ciddi bir çağrı qilmoqchi. Belkim xabarda bo'lganinglardek, Xitoy prezidenti Xi Jinping 5 ayının 5 kunidan 9 kunigacha bo'lgan mushu kunlarda Fransiya, Vengriya ve Sırbistan qarata bir devlet ziyareti yapmoqchi. Biz bu vaqtda Dünya Qurultayı bir qancha aydan buyon Dünya Qurultayı qurulganligining 20 yillik to'yining tayyorliklari bilan me'morlar chet ellardan kelib Myunxenga o'rnashayotgan bir vaqtga to'g'ri kelyapti. Bu munosabat bilan erta juma kunsi, ya'ni 5 ayning 3 kunsi Germaniyadagi Xitoy Bosh konsulxonasining oldida Xi Jinpingning Yevropa ziyaratiga norozilik bildirib, bir keng ko'lamli dunyoning har qaysi joylaridan Dünya Qurultayining 20 yillik murosimiga qatnashib kelgan vakillar, me'morlar bilan birlikda keng ko'lamli bir namoyish o'rlashtiramiz. Buningga Germaniyada yaşayotgan, jumladan Myunxenda yaşayotgan ve dünyanın her qaysi joylaridan bu murosimimizga qatnashib kelayotgan bütün vatandaşlarımızdan erta soat 2:30dan 4gacha Xitoy konsulxonasida oldida bo'lgan bu namoyishga ishtirok qilishni chaqiriq qilamiz. Shuning bilan birga 5 ayning 5 kunisi Fransiyada Yevropa Uyg'ur tadqiqot institutining o'rinlashtirishi bilan Fransiyada o'tkaziladigan yana bir namoyish bo'lmoqchi. Şunun bu namayışqa Fransiya ve onun etrafında yaşayotgan yurttaşlarımızın hiç qandaq bir bana sebep göstermezden Parij'e berip Uygur İnstitutu'nun o'rinlashtirishidagi bu namayışqa bu chaqiriq qizg'in ovoz qo'shib, Jallat Xi Jinpingning Macron bilan bo'ladigan bu suhbat jarayonida kuchli ovozimizni chiqarish orqali uning bo'lgan noroziligimizni bildirishimizga bu Xi Jinping yapayotgan erkiy qirg'inchilikni to'xtatishdan iborat bu irodamizni o'tirib qo'yishimiz kerak. Shuning bütün yurtdoshlarni ham Myunxendagi namoyishga ham Parijdagi namoyishlarga taklif qilaman.